Xitoy doiralari 22 davlatning Uyg'urlarning darhol qo'yib berilishini talab qilib yozgan maktubdagi mazmunlarni tuhmat deb atadi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang kundalik axborot e'lon qilish yig'inida mazkur maktubning Xitoyga hujum qilganligini, tuhmat chaplaganligini va nohaq ayblaganligini aytdi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning qo'yib berilishi chaqiriq qilinib yozilgan maktub Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida bir yangilik hisoblanadi. Mazkur maktubda Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratilgan xohlagancha tutqun qilish, ta'qib qilish va cheklamalarni to'xtatishga chaqiriq qilingan. Sharq Turkiston informatsiya markazining raisi Abdujalil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Dunyoda nurg'un davlatlar Uyg'urlar uchrayotgan zulmga sukut qilayotgan bir vaqtda ko'pincha g'arb allardan tashkil topgan 22 davlatning Uyg'urlar haqida o'rtaq maktub e'lon qilishi odamni to'liq xushal qiladi. Xitoyga qarshi kurash qilgan bu davlatlarga va rahbarlarga rahmat aytamiz. Zodi Xitoyga qarshi bir ittifoqlash vaqti kelgan edi. Bizning va avlodlarimizning kelgusi bizning qo'limizda. Tirishib ularni bu zulmatdan qutuldirib olishimiz lozim. Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa va Yevropa ishlari mas'uli Asqarjon Amerikaning Myunxendagi bosh konsulxonasini ziyorat qildi. Ular bosh konsul Gerugis bilan ko'rishib, Sharq Turkiston masalasi va Uyg'urlarning vaziyati haqida fikr almashtirdi. Trump bilan Netanyahu telefonda ko'rishib Iran masalasini muzokara qilganligi bildirildi. Amerika bilan Iran orasidagi vaziyat keskinlashayotgan bir vaqtda Iran qo'yildirilgan uran miqdorini yadro kelishimida belgilangan miqdordan oshiradiganligini e'lon qildi. Amerika bo'lsa buningga qattiq norozilik bildirdi. Sudan vaqt harbiy komiteti yana bir harbiy o'zgarish urinishini to'sib qolganligini va harbiy o'zgarishning beshidagi kishini qo'lga tushirganligini bildirdi. Harbiy kengashga qarashli bexatarlik va mudofaa komitetining boshlig'i general Jamal Umar davlat televiziyasida bayonot e'lon qilib, orasida armiya va istixborot tashkiloti ichida vazifa o'tayotgan va dam olishga chiqqan kishilarga o'rin olgan bir harbiy o'zgarish urinishining mag'lub bo'lganligini, hozir vazifa o'tayotgan 7 kishini o'z ichiga olgan 16 harbiy amaldorning qo'lga ilinganligini bildirdi. İranға tava paraxutlarning Paris qo'ltig'ida Angliya neft paraxutlarini to'xtatishga uringanligi o'ttirg'i chiqqandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rayonda yuz berish ehtimolligi bo'lgan krizisning falokatga yo'l ochadiganligini ogohlantirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining bayonotchisi Farhan Haq kundalik axborot e'lon qilish yig'inida İran paraxutlarining Hormuz bo'g'izida Angliya paraxutlarini to'xtatishga uringanligi haqida to'xtaldi. U Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Gudrisning ko'p qitim har qaysi davlatlarni rayonda jiddiychilik paydo qiladigan harakatlardan yiroq turishga chaqirdiganligini ta'kidlab, rayonda yuz beradigan to'qinish falokat olib keladi, har qaysi taraflarni buni to'nib yetishini umid qilaman dedi.